Mama, bugün senin tuğan günün, men seni жақсы көрем. Mama, bugün senin tuğan günün, men seni жақсы көрem. Mama, canım mama, ey mama, bugün senin tuğan günün, men seni жақсы көрем. Mama, bugün senin tuğan günün, men seni жақсы көрем. Mama, canım mama. Aşar көңіл сырың, жан
арасында дошарың туыс туғанын ән мен жыры бие жалы сөзбен сыя кіргізер сәнін думанын есіңнен кетпейтін еш нәрсе жетпейтін ең бақытты күн туған күн бүгін сенің туған күнің зор денсаулық тілеймін бақытты өмір сүргін жанында болсын деймін ашар көңіл сырың жан серігің бүгін сенің туған күнің аман болсын ата-ана тарту еткен ғұмыр әр күніңе жаратқан төксін шуақ нұрын ойнап күлгін бүгін сенің туған күнің зор денсаулық тілеймін бақытты өмір сүргін жаныңда болсын деймін ашар көңіл сырың жан серігің hurmatli ustozlar, bugun aziz va mo'tabar ustozimizning, ya'ni Xudoybergenova Sayyora Jumatovnaning tavallud ayyomi sabab tadbirga yig'ilishdik. Shunday ekan, bugungi kechamiz malikasini hammamiz birgalikda kutib olamiz. Marhamat Sayyora. Ойланып тұрсам қарап қанша жыл қанша сағат жүргенмін қағып қанат өмірдің арнасында қаншама рет құладым көріп өмір сынағын мен сонда да сынбадым әкемнің арқасында әкем менің дәулетім анам менің жәннатым бауырларым қанатым бірге бақыт табатын әкем менің дәулетім анам менің жәннатым бауырларым қанатым бірге бақыт табатын oddiy maktabimning o'sha bir qasham Navoiy bu bizga ustozdir biroq kimdir o'qitgan-ku Alisherni ham. shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimdir, oddiy muallim. Ayagan hayotning sanchiqlaridan, yiqilsa ko'targan to'siqlaridan, Otadek ezilgan, g'ussaga botsa, boladek quvongan yutuqlaridan, uyquda shogirdin o'ylab yotgan kim? oddiy muallim-da, oddiy muallim. Maktabimiz direktori Baymurod Muxtarovga so'z navbatini bersak. Marhamat Baymurod aka. 48-maktab jamoasi, hurmatli ustozlar, hurmatli bugungi yubileyarimizning xonadon egalari, bugungi ana shu yubiley berayotgan quvonchli o'zining kunini biz bilan birgalikda nishonlayotgan Sayyoraning, murabbiylarning yaqin insonlari, qarindosh urug'lari. Mana bugun ajoyib sanada arxeologik qilib turib aytadigan bo'lsa, tengkunlik deb aytiladi, bahorgi tengkunlik juda bir ajoyib kun bilan tunning tenglashgan kuni. Qolaversa, yangi yilning musulmon yillarida yangi yilning birinchi kuni, ya'ni Navruz sayli bilan butun O'zbekistonimiz bo'ylab
nishonlanyapti. Mana shu hammamizni bugun birinchi navbatda mana shu Navro'z ayyomi bilan, yangi kun bilan, yasharish, yangilanish bayrami bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Xonadonlarimizda to'ylar yili bo'lsin. Ilohim hamisha eng kamida mana shu bugun mana shu Nuradinlar xonadonida bo'layotgan quvonchli kunday tug'ilgan kunlarni nishonlash, yubileylarni nishonlash nasib bo'lsin sizlarga. Hammangiz farzandlaringizning kamolini, rohatini ko'rib yurish nasib bo'lsin. Sizlarni bo'lsa bugungi quvonchli kunlarimiz bilan tabriklayman. Bugun mana 55 yoshga to'lib pensiya yoshiga yetib tabarruk mana shu ulug' yoshga yetganimiz munosabati bilan qolaversa, mana shu pedagogik sohasi juda og'ir soha, juda og'ir mashaqqatli kasb. Ana shu ulug' kasb deb aytiladi, mana shu ulug' kasbda ko'p yillar mehnat qilib keldingiz. Bugun bilan ko'plab shogirdlar chiqardingiz. Mana shu shogirdlarimizning baxtini, taxtini ko'rish nasib qilsin. Oilangiz bilan mana shu o'stirayotgan farzandlaringiz ham kamolini ko'rib yurish, ularning rohatini, baxtini suyanib yurishlariga nasib qilsin. Yana bir marta mana shu yubiley kuningiz bilan pensiya yoshiga yetib, mana shu 55 yoshni qarshilayotganingiz bilan tabriklayman. Ilohim ana shu jamoa bilan birgalikda hali ko'p yillar birgalikda faoliyat yuritasiz. 60 yoshli yubileylar, 70, 80, doimgi 90, 100 yoshli yubileylarni mana shu jamoa bilan birgalikda, oila to'g'rilar bilan birgalikda, yaqin insonlarimiz bilan birgalikda inshaalloh sizga nasib qilsin. Yana bir marta bugungi quvonchli kunlaringizni tabriklayman. Yana bir ulug' oyni, ro'za Ramazon oyi sizlar uchun, nafaqat sizlar uchun, mana shu jamoa uchun juda qo'shaloq-qo'shaloqdan bayramlar bo'lib turibdi. Mana shu ro'za Ramazon bilan kelayotgan hayit bayramlar bilan hammamizni tabriklayman. Mana shu quvonchli kunlar hammamiz qarorlarimizda bo'lsin. Bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Qalbda ehtirom bitayin do'stim. Aziz ustoz, siz mehribon, hayotim kitobin yoritib turadi. So'zingiz shiordir bizlarga har on. Yillar surovnimi sochingizdagi oq, yoki burning yo'qib tegib ketdim. Ezgulik yo'lida yorug' dilingiz, ko'zingiz nurlarga singib ketdimi? Shogirdlar har biri o'g'il qizingiz, oqlaydi siz bergan nomu tuzingiz, ularning yutug'i sizning yuzingiz, shu bois ko'zda yosh qalqib ketdim. Haqiqatdan ham ustozlarni qancha madh etsak, shuncha kamlik tuyulib qo'yadi. Ancha vaqtlardan beri bu sharafli kasb egalarining tavallud ayyomlarini maktab muassasasida tantanali qarshi olish odat tusiga aylandi. Shu boisdan ham biz bugungi bayram dasturimizni hurmatli va aziz ustozimiz Xudoyberdiyev Sayyora Jumatovna sharafiga bag'ishladik. Endi ustozimiz Xudoyberdiyev Sayyora Jumatovnaning tarjimaviy holi bilan tanishtiramiz. Ustozimiz Xudoyberdiyev Sayyora Jumatovna 1971 yil 3-aprel kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Beg'uniy tumanidagi Sobiq Shobboz oilida xizmatchi oilasida dunyoga keldi. 1978 yilning sentyabrida ayni 7 yoshga to'lgan zavod Beg'uniy tumanidagi 48-sonli, ya'ni O'rozbay Jumaniyazov nomli maktabning 1-sinfiga o'qishga qabul qilinadi. Maktabni 1988 yil a'lo baholarga o'qib, 10-sinfni muvaffaqiyatli tugatadi. 1989 yili Nizomiy nomli Toshkent davlat muallimlar oliygohining boshlang'ich ta'lim ustunotiga hujjat topshiradi va sinovlarni a'lo baholarga topshirib, talabalarga nomga muyassar bo'ldi. 1993 yili oliygohni tamomlab, o'qib tugatib, Beruniy tumaniga qaytib kelib, o'zining ilk pedagogik faoliyatini Beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 48-sonli maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib faoliyatini boshladi. 1993 yilning sentyabrida 2002 yilgacha 48
maktabning boshlang'ich sinf o'quvchisi 2002-yildan 2004-yilgacha maktab boshlang'ich sinf o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida 2004-yildan shu kunga qadar boshlang'ich sinf o'quvchisi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Xudoybergan va Sayyora Jumatovna oilali 2 nafar farzandning onasi, 4 nafar bebarabli sevimli o'g'ilisi. Turmush o'rtog'i Allohberganov Nuriddin Tayinboyevich 1971-yil 4-iyulda tug'ilgan. Farzandlari qizi Tayinboyeva Nargiza 1995-yil 22-iyulda tug'ilgan. 2011-yil 48-maktabni a'lo baholarga tugatgan. 2016-yil Qoraqalpoq davlat universitetiga o'qishga qabul qilinib, 2020-yil tugatgan. Hozirda Nukus shahridagi 32-sonli maktabda o'qituvchi lavozimida ish faoliyatini olib bormoqda. O'g'li Tayinboyev Inomjon 1997-yil 2-avgustda tug'ilgan. 2013-yil 48-maktabda a'lo baholarga tugatib, 2016-yili Qoraqalpoq davlat universitetiga o'qishga qabul qilinadi. O'qishni 2020-yili tugatib, hozirda Beruniy tumanidagi 48-maktabda o'qituvchi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Kelini G'ayibova Lola 1997-yil 15-yanvarda tug'ilgan. 2013-yil Beruniy tumanida 53-maktabni tugatib, 2016-yili Qoraqalpoq davlat universitetiga o'qishga qabul qilinadi. O'qishni 2020-yil tugatib, hozirda Beruniy tumanidagi 48-maktabda o'qituvchi lavozimida faoliyat olib bormoqda. Hurmatli Xudoybergan va Sayyora Jumatovna, yana bir bor 55 yoshingiz muborak bo'lsin. Mana endi davrimizga o'quvchilarimizni o'zlarining tayyorlagan ajoyib bir raqs bilan taklif qilsak. Marhamat, kutib tabriklaymiz. Topgan menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Uzun
arkadaşlar. Ve bugün böylece arkadaşlarımız Sayara'nın pensiye yaşına çıkışı 55 yaşta konuşu münasebetinden yılını oturtmuş. Sayara'ya uzak olma, bak sağlık dileyen. Bu sebeple o kızların kızlarına Umar yoldaşı Nurati ile tingde konuşuya tilaklaşma. Hamişe aklıma sen 100 yaşlara çıkacaksın. Ben şuna iyi bilgilerinin kapını konuş nasip olsun. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Mana ulug' kunlarda, ulug' oylarda uchrashtiribmiz. Kun kechagina ulug' ayyomimiz Navro'z, ya'ni musulmon yilining yangi yili kirib keldi. Birinchi kuni yana quvnoq ustiga, bayram ustiga bayram. Doim ana shunday bayramlar qilsak, ko'chalarda juda yarashadi. Siz bilan bizga mana bugun kalikumizning eng jonivor fidoyi ustozlarimizdan biri bunaqa Sayyora Zamirgeyevaning 55 yoshga to'lgan munosabat bilan yo'lga kechasida o'tdi. Sayyora 55 yoshda umra bo'lsin. Xudoyim shu bilan amalga bilan murabbiy bilan qo'shib borib, hayotning eng chiroyli mazmunlarini ko'rishni nasib etsin. Sizlardan juda ko'p o'yinlar qiladigan darajada biz sizlar o'qimishda ziyoda oila bo'ldinglar. Murabbiylar o'zlari o'qimishda, farzandlari Inomjon manaki eng tajribali jismoniy tarbiya o'qituvchi, kelinlari ular boshqa qanday ota-ona boshlasa, bizning avlodlari, nevaralari, oqilari mana shu o'qimishda o'qiyapsizlar. Hayotda eng qiziq damlarni ko'rishlariga nasib etsin. Alloh taoloning bergan yoshini mazmunli hayot kechirdilar. Alloh taolodan ne talab ko'p qilibdi bu. Ular shu keyingi 60, 70, 80, 100 yoshlarda ko'rib o'tirishlar jamoalar hammamizga nasib etsin. Bayramlarga hammani yetiraversin. Kelasi yubiley bayramlarda o'tirish nasib etsin. Jamoamizga ko'z tegmas, hammamizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Assalomu alaykum jamoamiz. Bayram, yubiley, saylar, seninizga murojaat etsek, sizlarning guruhi. Saylarni tiyinlar. Bayramni elimizde tarafından Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Hammangizga bayramlarni tabriklayman. Ularni sayyorda yo'yishlar to'g'ri bo'lsin. Tenglik va nasib etsin. Har muammolarning yuzini qatnashish nasib etsin. Yana bir tavsiya
Yana navbatda o'quvchilarimiz tomonidan tomosha qildik. Endi kechamizning yana bir tabrik qismiga yetib keldik. Endi Sayyora Xudoyberga uni tabriklash uchun maktabimiz Xudoyi ayol ustozlariga tabrik qilsin. Marhamat. Hayot yo'llariga dildosh deb bildim. Yo'limni yoritgan quyosh deb bildim. Yo'limni tog'li yo'llarda yo'ldosh deb bildim. Ezgulik yo'lida tolmay ustozim. Marhamat ustozim. Bugungi kechaning sababchisi hurmatli ustozimiz Sayyora 55 yoshga chiqib muborak pensiya yoshini yetganiga shu munosabat bilan ko'p kishilik hayotlar nomidan shaxsan o'zimning nomidan oilamiz nomidan tabriklayman. Pensiyalarda uzoq yillar olib yurish nasib etsin. Hammalarni o'zimning boshim yuratimdan keng qalbim farzandlarim qizimni vaqtini vaqtini suyunib uzoq yillar keng qalbda yashash nasib etsin. Hamma shu yillar davomida olib yurish nasib etgan shogirdlar ko'paysin. Hamma yaxshi kunlarda shu munosabat qilmoqda. Kimki yaxshi niyat qilib turib shu davraga tashrif buyurgan ekan, hammaga shunday pensiya yoshini yetish, shunday quvonchli daqiqalar boshimdan kechirish nasib etgan. Muğaddimsiz, şair qayda, sen qayda. Aytılacak sözümüzde men qayda, bilim berip ösürmese balаны келешек деп жасайды бүгін жан қайда деп міне бүгінгі Сайраның юбилей жасы әйелдің жасы 18 дейді 18 жасы тола берсін Сайра міне жан күйі педагог оқытушы коллективімізде бірінші жылдардан бері істеп жатыр перзентлерің камалын шәкірттерің камалын көріп
Kuanım şöyle bir giysi, Nuradi'nin kim kanday, aklıp şalıp kızını görüp bir giysi. Bütün ömrüm tilagim sizge, isteyeceksiniz, hoştun döktünüz, yin kamına kırımda düzge, bayılmayın hayatlarınız. Esselamu Aleyküm, aziz hamkaslar, ekukara, ustazlar, papasingiller, bana mektabimizde bir acayip kuşalak bayram, Sinirli Sayıran'ın bugün jubiley günü, 7 yaşını karşılayan iken sen seni, bize yan kokular unutmayın. Kaynım Razim bilen uzak ömürde gelecek, bahtı hayat geçirecek. Nevere harcırlar, kamalını görürler. Bana kanca şabırlarını yetiştirip çıkardım. Bu şabırlarının yaşlılarını, mutlaka yetiştiren müfeklerini bize çok koruyup geçer. Hemen bakari keyfiye, bakari güzellik terk etmez. Bayramlar bizler. Assalamu Aleyküm, hürmetli hamkasblar. Mana bugün hem kasbim, hem singlim, hem kelinim, sayolimning tavallud kuniga, ana shu tavallud kuni bilan tabriklayman. Pensiya yoshuna yetibdi, Xudoyim shu pensiyalarni ko'p vaqtlargacha olish nasib etsin. Mana ukam Nuriddin bilan qo'sha baxtli bo'lsin. Qizlarini, kelinlarining vaqtlarini, xizmatlarini, shularning baxtini, kamolini ko'rish ham muvaffaqiyatga nasib etsin. Mana shu yoshlarda yanada tarbiyalashda senga kuch-quvvat tilayman. Sog'lik degan boyliklarga ega bo'lib yurgansan, Xudoyim. Ballarını, üstüratından farzandlarını baxtı kamalını görüp yetsin. Meki farzandlarını kütken buzu hemmesine erişsin. Evvelam sağlık deyim. Köp yıllar sistemine işleş nasip etsin. Şunları edeyim bilen baxtı tahtı hayat geçir. Özün köyüne sığınca yaşa. Sağ oluysan, canın aman bulsun. Aziz ve müteber ustazlar, bana bugün maktabimizda katta tantana, sanatçı sınıfına girgan ve sayılan şagirdimiz, hamkasbimiz, tug'ilganlarimiz muborak bo'lsin. Qo'shqamizning qo'shiqlari, qullarimizni, aqllarimizni, dinlarimizni, rahatlarini ko'rmak nasib etgay. Ana shunday yubileylarni ko'p-ko'plarni ko'ravergaysizlar. Baxtli bo'laysizlar. Tabriklayman. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Сегодня я хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. И еще второй праздник наш 18 лет отмечает. Не 55 лет, а 18 лет. День рождения у тебя сегодня. Большой праздник. Знаешь, я хочу тебе сказать, если твое имя переводить на русский язык, это обозначает планета. На Земле есть 8 планет, из них только на Земле есть жизнь. Вот эта жизнь у тебя есть, у нас есть, у всех есть. Так что эта Земля, это наша радость, которую ты даешь людям, детям, знания, жизнь. Это немножко лучей, радости. Я хочу еще поздравить тебя. Я хочу сказать тебе, знаешь, на Земле есть еще одно солнце, одно всего, одна луна есть. Вот эта луна, это Нуриддин,
это с нами, это наша гордость. И еще хочу светить, как солнце, цвело, как роза. Дай Бог тебе счастья и добрых лет жизни. Assalomu alaykum, aziz hamkasblar. Bugun mana yangilanish, yasharish fasli bo'lgan bahor bayrami, Navro'z ayyomi bilan hammani tabriklayman. Mana shunday quvonchli kunlarda tavallud topgan dugonamiz, singlimiz, eng maktabimizdagi Xudoyi sog'lig'ini garovga qo'yib shu xalqning farzandlariga ta'lim berish uchun sog'lig'ini garovga qo'ygan qahramon deb hisoblayman. Pedagog, ajoyib inson, sayyoraning tug'ilgan kuni. Men bu insonga uzoq umr tilayman. Ilohim hamisha ana shu sevimli shogirdlar, farzandlar ardog'ida yurish, mana shu pensiya nonini ko'p vaqtlar yeyish nasib etsin. Umring uzoq bo'lsin. Sayyora, bugun tug'ilgan kuningni tabriklayman. Umring uzoq bo'lsin. Yurating bilan teng qatnayib, bolalarimning baxtini, taxtini suyab bersang, aftiqlaringizdan choliqlarning qizig'ini ko'rib, hojatda bo'lib yurish nasib etsin. Namol sog' bo'lin. Sayyora, tavallud kuni bilan tabriklayman, uzoq umr tilayman. Yurating bilan teng qatnayib, bolalarim qizig'ini ko'rib yuraman. Sog'lik, salomatlik tilayman, 100 yoshlarda da birga yurish nasib etsin. Uzoq yillar bo'yi yashayman. Navbatni qarsaklar asosida bitta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim. Bu Arazgirchalik yoshlar kayfiyatini ko'tarish uchun bir tomosha edi. Endi navbatni jajji qizaloqlarimiz tomonidan tayyorlangan yana bir ajoyib raqsga beramiz. Marhamat. Ammo qanotida tog'dek ulug' bor, ammo ko'ngildayin
muallim-da oddiy muallim. Endi navbatni maktabimizning boshlang'ich sinf o'qituvchilariga so'z navbatini bersak. Marhamat, kelinglar. Salom sayra tuğan kurumcular, müdürler bilen tabrikler. Uluslararası kolonlar, kazanlar, kapılar, kızımın şümretlikler gibi. Daima bir yağlar, insanlar, koktur olsun. Allah yaxşı kunların, koyları olsun. Neretim bilen kim katay. Şu iştirakın işlerinde rivastlıyım, amatlıyım. Allah canlıya ustaz oluyor. Şu insana alış, insanın işi oluyor, nasip olsun. Şuna 55 yaşta gelen 3 mertebe, 4 mertebesini görüş nasip olsun. Ama aralarına yaxşı günler, toylar olsun bu adamlara. Taşakta oluşturayım ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugün Zeynep'in okuyucularını 8 yaşında təbrikləşərəm. Başqa yerlərdə qurbatlarımız yox, bunday tədbirlər juda zor tədbir. Rəhmət aytaman direktorimizə. Şu baş olub həmməmiz şunday qılıb yığıb bir-birimizni təbrikləb, tiləklərimizi aytıb oturğanımız üçün mına keltirgan Novruz bayramı həmməyə qutlaq olsun. Nuraka sayra tuğan günün təbrikləyəm. Şu Nuraka baxtdan sağ ol. Şu mən neçə yıldan beri bir arkadaş olub bir məktəbdə kirib çıxıb birgə işlədik. Hüdayi insansan, balalarının kamalını görüb, şu kızının, namcanın aktıklarını baxtına taxtına suyarıb yaşasırız nasip eylesin Allah Taala. Hacata bulunlar ikəvingəm. Devlet baytıp gitti bu. Nurakaning baxtına sayara var. Sayaranın baxtı Nurakaning bari. Nurakaning arkası. Azamatın arkası deyiladi bizlerde. Şu azamatlar sağ olsun, aldığında doyum. Hem maşında oynab kirib yurgan kunlaringda seni tabriklash bizlarga o'z nasib eylesin. Hem vaqt seni yaxshi kunlarda tabriklash bizlarga nasib etsin. Ko'p yillar birga yashab, birga yurib keyin shular bizlarni barcha tabriklab turish, aqtiqlarini, qizlarini, qiziqlarini ko'rish nasib etsin. Sog' bo'l, salomat bo'l, yuzlarga kirib yashash hammamizga o'z nasib eylesin Alloh taolo. Baxtli bo'l. Şunlar qatorida mehribon, sevimli begona Sayyorani tavallud kunidan Sayyorani tabrikingdan shu 25 yoshda chiqqanimiz bilan shukrlanamiz bilan shukrlanib qizlarni aqbar qizlarni birgalikda murabbiydan ko'rish nasib etsin. Mana shu hamma 55 yosh kelyapti. Shu 55 yilning ichida shu 89-yildan beri birgamiz ömrimizni yarmidan ko'proq desam bo'ladi. Şu student vaqtimizdan beri birinchi marta ko'rganimda shu mandatlarni ko'rib, shu vaqtdan beri tanishib, shuncha vaqtdan beri birga ishlashib kelyapmiz, hayot so'hbatlarini birga bosib kelyapmiz. Shu kelajak avlodni tarbiyalashda o'zlarimizni ayamasdan, shu bolalarimizni vatanga sodiq inson bo'lishida, shu oilamizni ikkinchi o'ringa qo'yib, shu bolalarni tarbiyalashni birinchi o'ringa qo'yib, jonimizni ayamasdan ishlab kelganimiz uchun sizga shu yana sog'lik tilayman. Kelajakda hayotimizda ham birga faoliyat yuritishga Alloh nasib etsin. Shu bolalarimizni qizig'ini birga ko'rib, aftularni Xudoyim shunday yaxshi kunlarda birga yurishni nasib etsin. Tabriklayman Nuraka bolalarni sog'lashsin. Assalomu alaykum, hurmatli maktabimiz jamoasi. Bilan bugun maktabda shu Sayra do'stim chiqanimning 55 yoshlik yubileyi bo'lar. Sayra bilan men birga tug'ilganmiz, birga bog'chalarda yurganmiz, birga o'qidik. Bir sinfda shu 35 o'quvchi o'qiganmiz. Sayra sinfda eng a'lochi qizlardan edi. Bunda shunday tadbirlar bo'lsa, she'rlar yozatan edi. Sayra haqida qancha ko'p gaplar aytsak, Sayra iqtidorli, talabchan ustoz, qadrdonim. Tavallud kuning muborak bo'lsin. Assalomu alaykum jamoa. Mana bugun bizning maktabimizda shunday quvonchli tantana bo'ldi. Buning sababchisi do'stim, dugonam
sınıftaşımız, qadrdonimiz Sayran'ın shunday tavallud kuniga Sayran. Tavallud kuni qutlug' bo'lsin. Shukurjon bilan qanday bizlar bir sinfda o'qidik, bog'chada da birga bo'ldik. Men 10 yil birga o'qidik. Sayra o'zining bilimi bilan o'qidi, shunday obro' e'tiborga ega bo'ldi, shunday o'quvchilarni shogirdlarni chiqardi. Xudoyim shu Sayra bundan keyingi ishlaringda omad tilayman. Hamma yuragim bilan teng qaqayib, ulug'larim ro'yatini ko'rgaysan. Birinchi navbatda sog'lik, salomatlik tug'ay. Hoji ona, hoji ota bo'lasizlar. Yana bir marta tug'ilgan kun bilan tabriklayman. Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Bugun bilan Sayran tug'ilgan kunga Sayran tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Murabbiyim bilan qo'sha qarib, shu bolalarimizning rohatini ko'rib, afsuslarimizning to'ylarini ko'rib yurish nasib etsin. 100 yoshga chiqqanimizda shunday tabriklab o'tiramiz. Tabriklayman. Assalomu alaykum. Sayran tug'ilgan kuni qutlug' bo'lsin. Umr josim uzoq bo'lsin. Zo'r sog'lik tilayman. Asfaning oshi, quvonchli kunlarim ko'p bo'lsin. Shog'ing bilgi, qalaming nurga to'lsin. Angsagan armonlaringga, ko'zlagan maqsadlaringga yetib bersin. Jasima jas qo'shilib, bugungi tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin. Yana bir bor qutlug' bo'lsin. Qalbimizda, dilimizda, yuramizdan chiqqan samimiy gaplar juda ham ko'p. Az aytaveramiz. Sayra bu dunyodagi eng katta tilaklar hammasi sizga. Hammamiz birozdan tabriklaymiz. Rahmat. Aziz mas'ul sovg'amiz bor edi, shuni berib qo'yamiz.
Assalomualaykum hammaga. Ustoz, ikkinchi onamiz shunday yubileylarni ko'rib ko'rgaysiz. 55 yosh deyman, 18 yoshimiz bilan tabriklayman. Mana shu bahor kunlarida hamisha chiroyli bo'lib, ochilib yuring. Hech qachon ko'zlaringizdan yosh oqmasin. Bugungi yoshlar bu quvonch yoshlari. Xudoim shunday kunlardan ko'pini ko'rgaysiz. Bizlarda shogirdlar kelib tabriklab 100 yoshga chiqqanimizda shu yerda tabriklab yubileylar berib o'tirolgaymiz. Xudoim umrimizni uzoq qilsin.
Uzoq-u yaqinlar yig'ilgan kuni, hayotim mazmuni yaralgan kuni. Men uchun ayoldan azizroq ayol, qirolicham onamning tug'ilgan kuni. Qiyosi tengsizimdir malak onam, muborak yoshingiz muborak onam. Saroyim qiroli kar bo'lsam otam, qirolicham onamning tug'ilgan kuni. Qirolicham, qirolicham, qirolicham onamning tug'ilgan kuni. Muborak yoshingiz muborak bo'lsin.
uzoq yaqindan ana ulardan tilaklarini eshitamiz hozir. Marhamat farzandlar. Avvalambor hammangizni kirib kelgan Navro'z ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Aziz onajonim, 55 yoshingiz muborak bo'lsin. Har doim dadam bilan oldimizda bizlarning yaxshi kunlarimizni ko'rishlariga nasib qilsin. Oldimizda sog' salomat bo'lib yuravergaysizlar. Desam bo'ladi, hozir hayajondaman. Sizga dunyodagi eng yaxshi, eng ezgu tilaklarni tilayman. Har doim sog' bo'linglar. Sizlarni juda yaxshi ko'ramiz. Bağlı yere onamning gulga yetolmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Bu dunyo boyliklarning boshidan sochilsa ham dadamning 3-4 so'm topgan puliga arzimaydi. Siz agar dunyo shoirlari nomimga she'r yozsa ham onamning keldingmi bolam degan bir og'iz so'zga arzimaydi. Bugun menda ajib hayajon. Bugun quyosh o'zgacha porlar. Bugun sizni shirin orzular yana bir bor bag'riga chorlar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Assalomu alaykum, hurmatli va qadrli bo'lgan onajon. Dede ata 25 yaşlarınız mübarek olsun. Allah'ın bahtımızda hemşe sağ olun, ağzımızda sağ olunlar. Hemmesi için, şiddet terbiyelerden için min rahmet sizlere. Bunu bize kaydıramayız, kolumuzda her kine terbiye ederiz. Dede ata sizlere yaşı veririz. Sağ olunlar. Ойланып тұрсам қарап, қанша жыл қанша сағат жүргенмін қағып қанат. Өмірдің арнасында қаншама рет құладым, көріп өмір сынағын. Мен сонда да сынбадым, әкемнің арқасында. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Әкем менің дәулетім, anam benim cennetim. Oturuşuna sebepli. Yeni kızlarımız tamamla çırarak sorarken konuşacağız. Merhamet.
Marhamat, shu bilan tabriklaymiz chiqamiz. Keyingi Yozuvchini o'rgatgan ustoz, eslaganimiz bizga jo'xor ta'lim bergan birinchi ustoz. Yo'qda kimyoda bergan ta'limlar. Siz uchun yaratgan bari rohatlar o'quvchimas sizga go'yo farzandlar jon fido aylagan birinchi ustoz. Quyoshdek yo'llar yorituvchimsiz. Ilm ziyon nurlari taratuvchimsiz. Buyuklarning buyugi aslida sizsiz. Bizlarga baxsh etgan bahor yozim, baxtimga bormay aziz ustozim. Hanuz sog'inaman yoshlik chog'larini. Esizlar mening o'quvchim, ko'chada ko'rganda o'g'il qizlarim qayda o'qisaydim birinchi ustoz. Mayli bo'lgan ustozim, onam kabi azizsiz. Yo'llarimga bergan yerdagi chirog'imsiz. Bilim berib hayotga yo'llagan qalbingiz ustozimyoq bo'ldi. Aytgan har so'zingiz muallimimiz menga bo'ldingiz ko'p. Endi bungaroq olis maktabning o'sha bashor navoiy ko'mizga ustozi turoq kimlardir o'qitgan navoiyni ham shunday buyuk songa qarab o'rgatgan kim oddiy muallimlar abimor. Qo'ng'iroqlar challar birlar, bizni kurashda hayotimiz olib qo'yib bir qadar qilib kela aziz ustozim. Saf eskulik tilagi u ham o'zgaradi. Ilm hikmat raslida ilk ustoz yagonadir. Shogirdlar sog'lig'i oilasidan halovat bilmasdan bag'ri e'tiqod kelajak avlodning uchun jonini ayamagan o'rgatgan nozik baxtimga bor bo'ling aziz ustozim. İnsonga kuchlisan turfahil yo'llar, goh tog'lar esa goh kechar cho'llar, ba'zan qilsa chaqmoqlar. Hech vaqt adashmagay, aql tarozim baxtimga bor bo'ling aziz ustozim.
g'alatiqni bersak, marhamat. Marhamat Boyvandika. Haqiqatda da bugun bayramga bayram ulashib, mana shu jamoamizda juda katta quvonchli, juda har bir tadbirni, har bir kechani bir kulminatsion nuqtasi bo'lganday hozir bir hayajonli damda turibman. Negaki mana shu bugun madh qilinayotgan, ehtirom qilinayotgan hurmatini jamoa bilan birgalikda izzatini qilayotgan ustozimiz haqiqatda jonkuyar, mehribon, fidoyi, eng asosiysi men mana shu jamoa bilan kelib ishlab davomida ko'rdim. Sayyorada mas'uliyat juda katta. Mas'uliyatni ustozimizning bugun quvonchli. Yana bir marta sizlarni Murodbek oilangizdagi quvonchli mana shu tabarruk yosh pensiya yoshiga yetishi munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Oilam nomidan Alloh bugun katta bir jamoani faoliyat yuritayapti. Mana shu jamoamizning bugun sababli ravishda qatnashayotgan a'zolari nomidan sizlarni xonadoningizga tabriklayman. Endi muhtaram prezidentimiz bugungi kunda ayolni, qizlarimizni o'qimishli qilishimiz kerak. Negaki ayol o'qimishli bo'lsa, qizlarimiz o'qimishli bo'lsa, kelajakda jamiyat o'qimishli, jamiyat bir tarbiyalangan farzandlarni, avlodlarni kutib oladi degan gapi bor. Haqiqatda men bugun Murodbek sayyorasilarning oilangizni namuna qilib, mana shu prezidentimizning bir aytgan gapining bir xulosasi, isboti sifatida sizlarning oilangizni men e'tirof etishim mumkin. Negaki mana farzandlaringizni hammasini o'qimishli qilyapsiz. Bugun mana ularning mevasini ko'ryapsiz. Sababi ular sizday no'xtaladi. Qayerdadir, qaysi joyda faoliyat ko'rsatsa ham kelajagimizni tarbiyalayapti. Mana bugun o'zimizning safdoshimiz, farzandimiz, kelinimiz, mana bizga birgalikda mana faoliyat yuritib kelyapmiz. Mana ular ham ishlarida muvaffaqiyat bo'lsin. Allohim shu istayotgan farzandlarimizni kamolini ko'rish yana bir marta sizlarga nasib qilsin. Endi ruxsatlaringiz bilan ijozat bersanglar, maktab jamoasi tomonidan tayyorlangan sizlarga tabriknoma bor. O'qib eshitishga ruxsat bering. Tabriknoma. Assalomu alaykum qadrli ustoz Xudoybergenova Sayyora Jumatovna. Sizni ulug' ayyom 55 yosh yubileyingiz bilan shaxsan o'z nomimdan va jamoamiz nomidan samimiy tabriklaymiz. Sizga va siz orqali barcha oila a'zolaringizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, fidoyi kasbingizga barkamollik tilayman. Fidoyi kasbingizning rohatini uzoq yillar ko'rib yaqinlaringiz ardog'ida, shogirdlaringiz ardog'ida yurish nasib qilsin. Jamiyatning kelajagi bo'lgan yosh avlodni tarbiyalashda, dunyoqarashini boyitishda, teran fikrli, ilmli insonlarni shakllantirishda hormay, tolmay fidoyilik qilib faoliyat yuritishingizni tilakdoshmiz. Sizga sizni yana bir bor 48-maktab jamoamiz nomidan 55 yoshga qadam qo'yganingiz bilan muborakbod qilamiz. Hurmat va ehtirom bilan 48-maktab mehnat jamoasi. Allohning sevimli bandasi bo'ling. Baxt va omad bilan yuzlarga kiring. Dunyoda saodati sizga bir tilak. Tavallud kuningiz muborak. Maktab ma'muriyati tomonidan mana shu Sayyora Xudoybergenovaning ko'p yillik mehnat faoliyati, qolaversa o'zining shaxsiy mana shu pedagogik faoliyati davomida shaxsiy yutuq
yutuqlari juda katta. Bugungi kunda mana eng ulug' o'quvchilarimizdan, eng tajribali ustoz o'quvchilarimizdan birisi. Mana shuning uchun maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yo'l bilan taqdirlashga ruxsat berishni so'rayman. Faxriy yo'l. Ойланып тұрсам қарап, қанша жыл қанша сағат жүргенмін қағып қанат өмірдің арнасында. Қаншама рет құладым, көріп өмір сынағын, мен сонда да сынбадым әкемнің арқасында. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Tadbirimiz sizga ma'qul bo'ldi degan umiddamiz. Xursandchiligimizdan qo'shimiz ko'paydi. Endi so'z o'zingizga va turmush o'rtog'ingiz. Marhamat. Qatnashchilari, aziz ustozlar, aziz o'qituvchilar, aka-ukalar, opa-singillar. Bu oldin so'ylab qo'yib bu hayajon qilasar ekansan. Ya meni bir qazon obat ichida Google so'ylabda qiyin ekan bu. Barcha bilan kelayotgan yangi musulmonlarning yangi yillari, yangilanish yillari bilan tabriklayman Xudoyim. Hammangizning oilangizga baxt, saodat tilayman. Xudoyim shu ozg'unchilikdan shunday mening ayolimning shunday 55 yilligini shunday deb ozg'unchilikka o'tkazgan katta rahmat hammangizga. Xudoyim hammangizning semiyada shunday pensiyaga chiqish, ularning ko'p yo'l olib yurish hammangizga nasib etgan Xudoyim. Kasblarga barakat topasizlar. Mana bu shu o'tirishmaning sababchisi mening ayolim ekan. Endi buni ta'riflasam bu so'z desam bo'ladi. Xudoyim shu meni baxtli qilgan, omadli qilgan, o'zimni omadli deb hisoblayman. Xudoyim shu shunday ayolga duchor qilib, shunday umr yo'ldosh bo'lganim uchun Xudoyim shu shunday farzandlarni sovg'a qilgan, o'g'il qiz farzandlarni sovg'a qilgan, hayotimni quvonchga to'ldirgan shu ayolimga minnatdorman. Endi hayojonda ko'p gap aytmoqchi edim. Xudoyim shu I love you. Rahmat. Assalomu alaykum. Mening yaqinlarim, hamkasblarim, do'stlarim, shogirdlarim. Men gazitda mingdan shukrlar qilaman. Ota-onamga rahmatlarimni aytaman. Joylari jannatlarda bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Oilamga, turmush o'rtog'imga, maktab ma'muriyatiga, hamkasblarimga, boshlang'ichlarimga, barchalarga qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, hurmat uchun, e'tibor uchun va mana shunday tadbirlar tashkil qilganingiz uchun barchasi uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shunday duolar ijobat bo'ladigan ro'zai Ramazon oyida shunday tadbirlar tashkil qilish nasib qilibdi. Barchangizga samimiy tilaklaringiz uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Tilaklaringiz o'zingizga ham, hayotingizda hamisha hamrohingiz bo'lsin. Hayotingiz osmondagi baxt quyoshingiz
hech qachon so'nmasin. Har bir insonni o'zi haqida shunday yaxshi gaplarni eshitishi quvontiradi. Men ham bugun quvondim, xursand bo'ldim. Baxtliman, baxt osmonida uchib yuribman deganlari shu bo'lsa kerak. Buning uchun yana bir marotaba sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu dargoh shunday bir muqaddas dargohki, Allohning nazari tushgan shunday bir xayrli maskanda 48-maktabda uzoq yillar davomida faoliyat yuritib kelayotganimda, yoshlarga ta'lim tarbiya berib kelayotganimda va sizning hamkasblarim borligidan faxrlanaman. Bu dargohga kimlar kelib, kimlar ketmagan, qanchadan qancha aziz ustozlarimiz o'tgan, ruhlari shod bo'lsin, joylari jannatlarda bo'lsin. Menga ta'lim tarbiya bergan barcha ustozlarimga, ishga kelganimda birga ishlayotgan, birga ishlagan va shu kungacha ham birga ishlab kelayotgan mening aziz ustozlarim bor, barchasi mening qadrdonlarim. Ustozlarim oldida hamisha rahmatlarimni, minnatdorchiligimni bildiraman. Ular oldida hamisha ta'zimdaman. Har bir inson shunday kunlarda hayotiga razm solinar ekan. Mana mening tarjimai holimni ham keltirib o'tishdi. Men ham shunga bir qo'shimcha sifatida hayotimdan olib bir she'r yozib kelishga harakat qildim. Agar ma'qul ko'rsangiz, hozir shu she'rimni sizlarga aytib bersam. Shukrki shu kunlarni ko'rsatdi Alloh. Mana 55 yoshga ham kelib qolibman. Baxtli kunlarimga Allohim guvoh. Bugun hayotimni she'rga solibman. Allohga shukrona aytib ushbu kun hayotning zavqini, baxtini tuydim. 1971-yil 3-aprel o'lkamda bahor kezgan kun, umidlar og'ushida dunyoga keldim. Otam ham, onam ham boshdagi tojim, oq yo'l, oq taraf tarbiya berdi. Ostonasi tillodan qadrdon uyim, bolalikning baxtidan hadyalar qildi. Bog'chada, maktabda o'tdi shu damlar. O'sib ulg'aydim, hech kam ko'zsiz. O'tardi har kunim eng baxtli onlar. Kelajakka boqardim, umidla tikib ko'z. Orzular og'ushida o'tardi kunlar. Bir kun maktabni ham tugatdik zo'ngda. O'qishga kirsam deya umidlar qilar. Hujjat topshirdim Toshkent davlat muallimlar oliygohiga. O'qishga ham kirdim, orzular ushadi. Talabalikning oltin davrini ko'rdim. Diplom olib sevinchga sig'may quvonib, qadrdon maktabimga ustoz bo'lib keldim. Har inson qalbida bordir muhabbat. Har inson ko'ngliga bo'ladi mehmon. Sinfdosh do'stim menga ko'p ko'rsatib hurmat, yoshlikdan mehrla boqardi har on. Hurmatimiz sevgiga aylanib bir kun, oila qurib baxtli hayot boshladik. Farzandlarimizni berdi Allohim, g'am qayg'u bilmasdan baxtli yashadik. Qizim mehribonim, kuyovim faxrim, o'g'lim g'ururimdir, kelinim g'amxo'rim, turmush o'rtog'im, suyangan tog'im, shular mening baxtli oila qo'rg'onim. Nabiralar suydi shirindan shakar. Allohimga shukronam ko'pdir beqiyos. Yana tuhfalardan umidlarim bor. Istig'forlar aytaman har dam, har nafas. Ba'zan Allohim sinov berarkan, bandasin sabr-u e'tiqodin sinab ko'rarkan. Shunday kunda yoningda mehribonlaring dalda berib joningga oro kirarkan. Turmush o'rtog'im baxtim deb aytay, dard cheksam yonimda birga qayg'urdi. Quvansam quvonchdan olamga sig'may, har doim oldimda yor
soatingday shijoat topa olmasam, ko'nglimni ko'tarib, qo'llab turishdi. Allohga shukrona aytaman takror. Shu dargohda dars berib, yugurdim, yerdim, qanchadan qancha shogirdlarim bor. Ularning ham qadrdon ustozi bo'ldim. Alloh qo'llasin deya duo qilaylik. Tilagu olqishlaridan quvondim behad. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Barchangizga tashakkur, mingdan ming rahmat. Ойланып тұрсам қарап, қанша жыл қанша сағат жүргенмін қағып қанат. Өмірдің арнасында қаншама рет құладым, көріп өмір сынағын. Мен сонда да сынбадым, әкемнің арқасында. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Qadrdon ustoz, Allohim umringiz uzun bo'lsin. Xonadoningizga yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Allohim bizga xizmat qilishni nasib etsin. Xudodan diledim düşdün əlimə. Yazdı ata hanım qiymələrini. Ərkələrimizin çiş sədəmlərini. Aman gəlməyə sıra günləri. Aman gəlməyə sıra günləri. Yazdı ata hanım qiymələrini. Ərkələrimizin çiş sədəmlərini.
olsa bulmaz. Yürek bağı giymese bir hıda yansa bulmaz. Semen derdi o diyeceğine yanmasını salsa bulmaz. İşim düştü yüreğe çıkarım olsa bulmaz. Derya kadar yaşlı haytarım olsa bulmaz. Boy 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 ala yüzü boy 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 kara yüzü boy 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 ala yüzü gel bara kara yüzü gel bara. Hayalımdan bir düşman eylem üzümlü bilermem. Ama muradım var deyip beni sinirlendiler ey. Divane meşrebimden işkı kılda giyermem. Pervane deyip umuta yüzü ayırsam olmaz. Boy 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 ala yüz boy 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 kara yüz boy 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 ala yüz gel beri hey kara yüz gel beri. Kim namazı yarsan boy 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 ala göz boy 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 kara göz boy 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 ala göz gel bana hey kara göz